Bu echkimiz 3 ta tuqqan ekan. Birin 2 tadan tuqqan ekan. Hammasi egizak tuqqan, ha? Egizak, hammasi egizak tuqqan ekan. Bu echkini enasini o'zlari olib kelgan ekan. Hozir 6 tish ekan bu. Birinchi bolalari mana ular ekan. Mana shu birinchi bolalari. Birinchi bolalari mana ular. Egizak tug'ibdi. Bular ham egizak tug'ibdi. Bunisi bitta tug'dimi? Ha, bunisi bitta. Bunisi bitta tug'ibdi. Pona buni bolasi, mana bular bolalar sog'liq, ha? Qiz. Bular bolasi hammasi qiz ekan. Mana shu echkini birinchi bolalari, ikkinchi bolasi ikkita takiydi ekan, uni sotib yuborgan ekanlar. Hozir mana ular endi uchinchi bolalar, ama ikkovi. Uchinchi bolalar. Mana ikkovi uchinchi bolalar ekan, do'stlar. Nechta tuqqan bu qo'y? Birinchi bu echki. Birinchi to'shmani bolasi. Ha, shu bolasi. Bu hozir qancha sut beradi bu? Kecha sog'ilganmi? Kech payti emizvorgan. Kech payti emizilgan, ha? Sog'ilgan ham ekan, emizilgan ham ekan. Hali dimlangan echki. Mana ertalabda video qilyapmiz akalar. Sizlar uchun. Xo'p, buni narxini nech pul deyapti o'zi? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuni juma, saydur jumani muborak. 9-may 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Shahal bozoridamiz. Shahal bozori mahallasida. Hurmatli obunachilar, 100% dehqon akamiz xonadoniga kelganmiz. 1000 dartga echkilar sotilargan, echki suti 1000 dartga deyishadi akalar. Mana echkilar bor ekan, hammasi sotuvda ekan. Inshaalloh hozir hammasi ham bas, sotadiganlar bor ekan, pul zaruratda sotilyapti ekan. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zlari video olmay qo'yaveringlar. O'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yaman, egalarining nomerlarini bemalol promo gaplashsalar bo'ladi akalar. Bitta xonadonning bitta sigirni ishini bajaravergan akalar. Xo'p, bu echkimiz 3 ta tuqqan ekan. Birin 2 tadan tuqqan ekan. Hammasi egizak tuqqan, ha? Egizak, hammasi egizak tuqqan ekan. 3 bolasini o'zlarining qo'llarida tuqqan ekan. Bu echkini enasini o'zlari olib kelgan ekan. Hozir 6 tish ekan bu. Birinchi bolalari mana ular ekan. Mana shu birinchi bolalari. Birinchi bolalari mana ular. Egizak tug'ibdi. Bular ham egizak tug'ibdi. Bunisi bitta tug'dimi? Ha, bunisi bitta. Bunisi bitta tug'ibdi. Pona buni bolasi, mana bular bolalar sog'liq, ha? Qiz. Bular bolasi hammasi qiz ekan. Mana shu echkini birinchi bolalari, ikkinchi bolasi ikkita takiydi ekan, uni sotib yuborgan ekanlar. Hozir mana ular endi uchinchi bolalar, ama ikkovi. Uchinchi bolalar. Mana ikkovi uchinchi bolalar ekan, do'stlar. Hozir sotilaydigani narxda mana mashina. Bu bolasini anunga qoladi, anunga zot olaman deyaptilar. Zot yo'qolib ketmasin, yaxshi echki ekan. Bu qolar ekan, mana bilan bu enasi sotiladi hozirda. Xo'p, buni hozir 1 litr sog'yapti ekanlar. 1 litr sog'ib olyapti ekanlar. Endi sog'ishni boshlabdilar. Keyin bolalarga emizib yuboryapsiz, ha? Bolalar ertadan kechgacha emib turadi. Endi hali o'tga chiqsa, bu yerda shahar joyida boqilyapti, baribir o'tga chiqsa suti ham ko'payishi mumkin, ha? Turam 2 ta bolani boqib 2 litrdan sut bergan. 2 litrdan 2 ta bolani boqib ham sut bergan ekan. U yilini qaranglar, hurmatli obunachilar. O'zlar birinchi marta syomka qilyapmiz. Endi to'g'ri ma'lumot o'zlab beraveradilar. Men boricha yoritib beraman. Endi mana bu qo'y echkimiz ham sotiladi. Buni ham bolasi qoladi, ha? Bolasi qoladi. Buni ham bolasi qoladi. Mo'la qachon tug'ilgan o'zi? Necha oylik bu bolalar? Bular hozir 1 oylik bo'lyapti. 1 oylik bo'ldi. Mana qaranglar, hammasi zot ekan. Mo'ladi ham enalar o'zida. O'zimda tug'ilgan. Bular ham o'zlarida tug'ilgan echkilar ekan. Bu nechta tuqqan bu qo'y? Birinchi bu echki. Birinchi to'shmani bolasi. Ha, shu bolasi. Bu hozir qancha sut beradi bu? Uni yo'g'on narini bolasini ham qo'shib emizib yuboryapti. Ha, ikkitaligiga buni ham emizib yuboryapti yo'g'on. Ali, shu sog'ilgan yo'q ekanda hali bu. Misol uchun yellarni ham juda zo'r bo'lmoq. Sigir yelini. Hozir qancha qoldi? Mana buni bolasi sog'liq, buni ham bolasi. Yelini ham zo'r. Yuvosh bu echkilar, ha? Yuvosh, tek turadi. Xo'p, bular endi birarchani sut beradimi bular? Ha, bemalol beradi. Bemalol. Ko'p beradi. Endi baribir birinchi tug'ish echki. Ya, ko'p beradi. Bu qolar ekan, mana sotiladi hozir. Voh, zo'r bolasi. Bolasi. Birinchi tug'ish. Mana haqiqiy sutga olaman deganlarga faqat sut yo'nalishi mana akalar. Hali bolasini misol uchun emib bermaydi, o'zini boqaverasizlar. Endi 1-2 kun marashi mumkin. Yeb ichishlari yaxshi hammasini. Ha, mana ishlari mana akalar. Buni hozir bu narigi bolasi ham taka bu ham. O'sha taka. Erkagi bu ham. Ashar bilan sota. Mana halillar akalar. Tashqariga olib chiqmay qo'yaverdik mana. Bu kecha sog'ilganmi? Kech payti emizib yuborgan. Kech payti emizilgan, ha? Soqqanman kechqurun. Sog'ilgan ham ekan, emizilgan ham ekan. Hali dimlangan echki. Mana ertalabda video qilyapmiz akalar. Sizlar uchun. Xo'p, buni narxini nech pul deyapti o'zi?
Berishaveradi. 500 dollar deymiz. $500 kami bor. Sinaqda kelib, sinab 1-2 kun sinab olishaveradi. Bu 2-3 yildan beri sizda turibdi-da bu echki. O'zimda tug'ilgan. O'zlarida tug'ilgan echkini Enasi ham mana. 3 litr sut bergan. Enasi ham 3 litr sut bergan. Yonillarni qaranglar akalar. Kechqurun sog'ilgan ham bolalari yemgan. Xo'p, bu qanaqa zotga mansub endi? Zoti qanaqa? Mana shu Andijonda nimasidan, ya'ni chet eldan kelgan. Chet eldan echki, chet eldan. Andijonda nimasidan. Siz endi iskochilikka boqilgan narsa. Qadrdonlar tavsiya qilib qolamiz, qiziqqanlarga $500 narx aytilyapti, kami bor. Tevasida ko'rib kelib olishni tavsiya qilaman, chunki echkilarlik yoqadigan narsalar faqat sut yo'nalishiga. Buni nech pul deyapti? Birinchi tug'ishda. O'zini, bu endi bolasi qoladi. O'zi nech pul buni? O'zini berishaveradi. Nech pul buni bahosi? Endi Bitta baho aytingchi, men yopishtirib. $300 berishaveradi. $300, buni ham kami bor. Buni ham kami bor. Tevasida kelib olsalar, buni ham sinab, endi qancha sut berishi to'g'risi akalar, o'zlarini qo'llaringda bu echkilar yaxshiligi uchun sotilmasdan 3 yildan beri boqilayotgan echkilar. Buni hali zot yo'qolmasin deb bolalarni sotmayman deyaptilar. Hozir o'zini sotarganlar. Bundan hali 5-6 marta bemalol yana bola olsa bo'laveradi. Bolada buni mana tishlari ham yaxshi ekan akalar. $500 kami bor. Telefon qilib olasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Shahar bozoridamiz. Mana akamiz xonadonlarida. Bular endi 2 mahal, 3 mahal yem berishaveradi. Endi boqayotganlarga hali ma'lumotlarni ham beraverasiz. Hali misol uchun endi boqayotganlar, yangi o'rganayotganlar bo'lsa, sog'sa tek turadi. Ovqat oldida bo'lsa ham, bo'lmasa ham qoni to'q bo'lsa, tek turadi. hozir nima berasiz endi bularga aslovni? Beda, chigit, non. Beta, chigit, non-da. Beda, chigit, somon teradi. Somon teradi. Ozgina ko'kotlar ham chiqsa kelar, o'sha echkicha aroqroq ekan. Chiqmaydi. Mashitda turar ekan bitta joyda. Yig'inni qaranglar. Buni agarda hali hisobiy sog'aman desalaring, undan ham ko'p sut berishi mumkin. Chunki ikkita bola beryapti. Buni enasi 3 litr sut bergan ekan-a? 2 litr beradi. O'zi ham 2 litr sut bergan ekan birinchi tug'ishda akalar. Birinchi tug'ishda 2 litr sut bergan ekan. Hozir ham 2 litr beradi. Hozir ham beradi. Ha, hozir ham beradi. Ertaga 1 litr, kechqurun 1 litr beradi. Bolalar ham yevoradi. Bolalar emdirib yuboryapti. O'zi bolalar ham yevoradi, bolalar ham. Ha, bolalar ovqat yeydi. Ovqat yevorar ekan. Shu sut zarari desalar, umuman bolalarni emizmasalar ham yem ham yevorar ekan. Akalar tavsiya qilib qolamiz. Bunga $500, narigiga $300 deyilyapti. Buni bolasi bitta taka, buni bolasi yo'q. Telefon qilsalar ancha dadil o't berishadi. Pulini o'zlari bilan kelishib olasizlar akalar. Yeb ishiga garantiya. Sutiga ham, hali suti ham yaxshi. Aytgan sutingizni beradi, xudo xolasa. Beradi, aytilgan sutlarni berar ekan. Sinolgan. Kelib ko'ra olasizlar. Shunday videolarimiz ham tugaydi. Sizlar bilan Abdulloh Husayn, men Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.